Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd sanoq payg'ambar durust salovat solamiz. Mana bizga mana shu Yosin sura yozilgan hadya qilishdi mana. Ko'rib turibsiz. Hop bu bizga hadya qilgan inson, ya'ni Ro'zmatga Madad Ro'zmat akani hop o'sha o'g'illar bilan Sherzod degan ukamiz Alloh yo'liga hadya qilsa edi, olib kelgan ekanlar. Umri uzoq bo'lsin. Mana mana homiylar ko'paversin mana. Kimdir stol olib keladi, kimdir gilam olib keladi, kimdir ko'rpacha olib keladi, kimdir kitob olib keladi. Hop, insonlar mablag' bilan yordam beradi. Shirin so'zi bilan yordam beradi. Mana u odam shu Yosin sura yozilgan anaqani mana olib kelib bizga masjidga ihson qilib ketdi. Inom qilib ketishdi. Ya'ni hadya bu dedi. Domlaga aytsangiz, domla o'sha joy qo'yib masjid ichiga dedi. Xudo bilan qo'yib o'zi ajr imkonini Alloh bersin o'zi. Yosin sura shifo surasi bo'ladi. Hop, o'tganlarga Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Bemor bo'lsa shifo bersin. Mana shunday insonlar ko'paversin, biriga min bersin. Tanjon sog' bo'lsin. Mana shu masjid xizmatkorlar, xizmat qilayotganlar, hozir tog'oratxonalar qilyapti, unga homiylar umri uzoq bo'lsin. Hop, tozalar pokizalayapti. Ular umri uzoq bo'lsin. Hop, ibodat qilayotgan insonlarni ham 5 vaqt namoz o'qiyotganlar umri uzoq bo'lsin. Masjid hay'atlarini ham, taftish komissiyalarini ham, domla imomlarimizni ham mutavvalli umri uzoq bo'lsin deb mana shu hadyani qabul qildik inshaalloh. Xudo xolsa mana buni masjid o'rtasiga olsamiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lgan bo'lsin, baraka topinglar. Mana biz qo'roqxonada turibmiz, xudo xolsa qo'roqxonani qilib bo'lsa, xudo xolsa mana chiroyli qilib hammasi odamlar qarashyapti bizga mana. Mana Mahmudga mutavalli xona qilib berishyapti, baraka topsin mana. Chiroyli joylayapti mana. Umr uzoq bo'lsin, Mahmudga shikoblar qiladi. Xudo xolsa baraka topsin, kam bo'lmasin mana. Mahmudda qarang, mana shu yerda kiradigan joy qildi mana. Shunday qilib hammasi yaxshi ko'rsin aka. Assalomu alaykum. Tuzimsiz? Mana bu eshik ochdik, mutavalli xona qilamiz xudo xolsa. Kelib. Hop, mana shu yerda mutavalli xona bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Xudo xolsa inshaalloh. Ziyodil aka 1 minutga mumkin Ziyodil aka. O Ziyodil aka 1 minutga. 1 minutga. Mana masjidga. Hop, remont qilib chiroq berishyapti, mana shikoblar qilishadi. Mutavalli xonasi, mana qo'rg'on xona. Mana keling bismillah. Ziyodil aka mana bizlar muozzin bo'ladi, mana Yosin surasini olib berdi. Madad Ro'zmat akani o'g'li Sherzod olib berdi aka. Shuni qabul qilsanglar, mana shu yerda hadya qildilar. O'tgan otasining Alloh rahmat qilgan bo'lsa. Ilohim Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana sizga topshir. Ilohim shu muozzin bo'lgani uchun bizga hayot azoz bo'lgan sizga topshirdim, rozi bo'lsangiz duo qiling. Sizga umringiz uzoq bo'lsin aka, rahmat aka. Xo'p, rahmat.